Assalomu alaykum. Siz UzReport telekanalida tezkor chaqiruv loyihasining navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Demak, biz boshladik. O'ta qizg'in xabarlarimiz hali oldinda. Bizga hozirgina 102 raqam orqali janjal bo'layotganlik to'g'risida xabar kelib tushdi. Holatni o'rganamiz. Nima bo'ldi? Singillar kelishib oladi. Uni kerak bor shuni o'zaro xavfli bo'larkan. O'z ustini yozib berasan bo'ldi endi. Hashtrek olayotganimda jiyanimni nomiga olmoqchi bo'ldim. Jiyanimni nomiga olmoqchi bo'lsam, bu nomiga Lambert olgan ekan, Lambertni yopdik. O'sha 12 million 800 jiyanimni nomiga bu pul olgan. Men uni olib borib bekitganman va men mashina olayotganda yana 15 million pul kerak bo'lgan. O'sha o'zini tillasini oldim-da, Lambertga qo'yib, o'zim pulimni chiqazib oldim. Tushunasizmi? Keyin menga nega prosentini to'lamading dedi. Men o'zimning pulimni chiqazib oldim dedim. Shunaqa desam, yo'q, men to'lamayman dedi. Meni nomimni 20 million bo'lib ketdi. Olib tashlagin desam, yo'q, olmayman dedi. Hozir kelsam, urib, yulib meni. Sochlarim, amtlarim yulib oldi. Anamda yotibdi sochlarim. Men qarayman, bunaqa. Kim shunaqa qildi? Meni opam qildi. Siz opingiz. Keling, Ko'rib turganingizdek, opa va singil o'rtasidagi janjal aynan mana shu do'konda yuz bergan. Biz esa holatni yana ham chuqurroq o'rganishga harakat qilamiz. janjal qilib kelibdi, Lambertni yopasan dedi 20 million. Nohaqlik-ku. U sen olding-ku, men sen zo'rlamadim-ku, Lambert o'zing xohishing bilan olding. Sen yo'qligingni pulini oldim-ku. Tortishmaydi. O tillani senga berdim, tillani senga berdim. Qara nohaqligini. Endi o'zinglar o'ylanglar. Tortishmaydi, tinchlik bilan hal qilinglar bo'ldi. Yo'q, shuni tinchlik Bo'ldi. bilan hal qilma. Qonuniy chorasi ko'riladi, har ikkala tomon surishtiruv ishlari olib boriladi. Faqat janjal qilmanglar bu yerda. Murojaat bo'yicha kelgan vaqtimizda haqiqatan ham 2 nafar ayol janjallashganiga guvohi bo'ldik va uni bartaraf qilib, Olchazor mahallasi profilaktika inspektoriga olib borib topshirdik. Hozirgi vaqtda janjal bartaraf qilindi. Holat yuzasidan ma'muriy javobgarlik to'g'risida ko'rish tegishli moddalar bo'yicha chora ko'riladi. Bu yozuvni o'qidingizmi? Tungi 22:00 dan keyin voyaga yetmaganlar kirishi taqiqlanadi. Xo'sh, chindan ham taqiqlanyaptimi? Kiramiz. Bolasiz bilan keldimi? Men bilan keldim. O'zingiz yoshingiz necha? 18. 18. Bolachi? Necha? 13. Kimingiz bo'ladi? Janim bo'ladi. Qanaqa jiyansiz? Xolam. Soat hozir mana 11 bo'libdi-da. Yosh bolalar kechqurun chiqishi mumkin emasligini bilasizmi? Ota-onaga ruxsatsiz. Ota-ona qaramog'ida odamda bu. Har kuni olib chiqasizlarmi? Yo'q, birinchi marta просто anaqa pochcham ketib qoldilar-da Buxoroga. Xolam mana 2 hafta shunga keladi. Qarab Uydagilar bilishadimi? Uydagilar Hal bu kichkina bola ekanda, ko'chada kimdir ursa, yosh katta bola kim javob beradi? yonimda men bor. O'zingizdan yosh bola ekansizmi? Endi nima bo'ladi? Bosh qaytardim. Nechinchi sinfda o'qiysiz? 7. 7-sinfdan. Bunaqa kechqurun ko'chaga chiqish mumkin emasligini bilasizmi? Zo'r bo'lsa kechiring, boshqa aytaman. Boshqa chiqmay qol. Ukamda oltita o'tiribdi, o'shaning uchun o'ndan keyin o'zi chiqarib yuboraman deb esimdan chiqib ketdi, aka. Ularga ham hozir tushuntirdim vaziyat, ishlar bilan. Shu bo'yicha ichki ishlar ogohlantirganmiz. Ha, ogohlantirgan bir hafta oldin. Tekshiruv ham kelib tushib kelgan o'shanda. Yo'q edi, bemalol chiqib o'shanda aytdi, yosh bola bo'lsa kirgizmalaring debdi. Nimaga kirdingiz? Yo, akasi 6 bo'lgan 10 gacha degdim-da, o'zim ahamiyatsizligim tufayli o'tirib qoldi-da. Eshikka yozib qo'ygan ekan. Yozib qo'yganman o'shanda, boshida yozib qo'ygan, red boshlash oldin. Ungacha vaqt kirgizmadim, shu vaqtgacha toza chiqib qo'ydim. Yo, men o'tirganiga oldiga men o'ylaganim, masalan, 6 o'tirsa bo'ladi deb o'yladim. Men ataka yosh bolaga o'zi yoqmayman-da, 18 Kirishi mumkin emas-da o'zi. Ya o'shani bilmadim-da. O'shaning uchun Aslida ko'chada yurishi mumkin emas-da, 22:00 dan ota-onasi bo'lmasa yonida yurishi mumkin. keyin qarori ko'rsatdilar, keyin o'qitdim-da, keyin bildim-da. Ungacha Nima chora ko'rasiz? Ushbu administratorimizga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 188-moddasi prim 2-qismi bilan, ya'ni tungi vaqtda ko'ngilochar joylarda voyaga yetmagan shaxsning bo'lishiga yo'l qo'yganligi uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Biz kompyuter o'yiniga mutlaqo qarshi emasmiz. Biz faqat tungi vaqtda voyaga yetmaganlar ota-ona qaramog'isiz bu kabi joylarda yurishiga
qarshimiz xolos. Shunday ekan, ehtiyot bo'ling. Bu voqea ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ko'pchilikning turli muhokamasiga sabab bo'lmoqda. O'zi qoidabuzarlik sodir etib yetmaganiga patrul-post xizmat xodimlariga faol qarshilik ko'rsatgan shaxslar Yangi hayot tumani birinchi sonli ichki ishlar bo'limiga olib kelingan. Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti holatni atroflicha o'rgandi. Syomka qilmang. Voqea joriy yilning 25-iyul kuni soat taxminan 23:00 larda Yangi hayot tumani Viqor mahallasida sodir bo'lgan. Xizmat davomida Pajarniy akademiyasi oldida harakatlanib ketayotgan vaqtimda ro'paramdan Cobalt rusumli mashina faralarini o'chirib tushib qo'yayotgan holda kelayotganligini ko'rdim. Menga qarab yonimdan qarama-qarshi o'tib ketdi. Shundan so'ng shubhalanib, roport orqali to'xtatgan vaqtimda fuqaroni oldiga borib, rulda ayol kishi ekanligi ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng yo'lovchi sifatida kelayotgan orqadan bir fuqaro tushib kelib, bizga nisbatan haqoratli so'zlar ishlatib, so'kina boshladi. Я выпил, у моей дочки сегодня день рождения. Дочка за рулем, машина моя, это моя дочка. Это один сотрудник. Там было два сотрудника, один нормально. To'g'ri muomala qilganlar. Hech narsa noto'g'ri gap gapirmaganlar. Были хорошие. Bittasi yaxshi gapirdi. 100% muomalasi zo'r bo'lgan. Bittasi to Я даже материла его и укусила его. Shundan so'ng sherigim kelib, qo'ldan ushlab chekkaga o'ting degan, aralashmaydigan vaqtida fuqaroni og'zidan o'sha spirtli ichimlik iste'mol qilganligi bilindi. Fuqaroga aralashmay haydovchi bilan gaplashamiz degan vaqtida bizni qonun talabimizga bo'ysunmasdan yanada o'zini agressiv tutib, xodimlarga nisbatan qonun talab bajarmasdan o'sha bizni formamizdan tortib, o'sha lishni harakat qilishga o'tdi. Nima bo'lgan taqdirda ham o'shda gaplashamiz ko'chada, mana eshitib turibsiz. Ай, никакой подчинение. Куда я не сяду? Я шел домой, что мне? Ayol kishining oldiga borib hujjatlarni so'ragan vaqtimda ayol kishining yonida hujjatlari yo'qligi ma'lum bo'ldi. Водительские права или что-нибудь есть? А что не показывали? Потому что с собой не было. Мы выехали срочно в магазин. Права остались дома. Hozir yoningizda hech qanaqa me'yoriy hujjatlaringiz yo'q-ku? Yoningizda me'yoriy hujjatlaringiz bo'lmaganligi uchun sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Transport vositangizni vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirib turamiz. Kelib tushgan murojaat yuzasidan, ya'ni ichki ishlar patrul-post xodimlariga bo'ysunmaslik holati bo'lgan, shu holat yuzasidan fuqaroga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 194-moddasi bo'yicha hujjatlar rasmiylashtirilmoqda. Transport vositasining haydovchisi yonida tegishli me'yoriy hujjatlari yo'qligi sababli haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Transport vositasi jarima maydonchasiga joylashtirildi. Avtomashina jarima maydonchasiga joylashtirildi. Fuqarolarga esa qonuniy chora ko'rildi. Hurmatli yurtdoshlar, ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablariga amal qilishingizni, bo'ysunishingizni so'rab qolamiz. Omon bo'ling.